olishimizdan maqsadimiz shu kompyuter xizmatlari rivojlantirish maqsadida tavaddunlikda olish, kengaytirish xalqimizga mahsulotlarni yetkazib berish maqsadida. Akram aka, bizda biznes rivojlantirish banki resurslari hisobidan kredit liniyamiz bor. 300 million so'mgacha olishingiz mumkin siz. Shundan 200 million so'mi garov ta'minoti bilan 100 million so'mi garov. Agar 100 million so'm yetadi meni ehtiyojim uchun deb hisoblasangiz, 100 million so'm bekafil, begarov kredit liniyamiz bor. Agar ustun uchun olmoqchi bo'lsangiz 7 yil muddatga bo'ladi, 2 yil imtiyoz davri bilan. Agar xomashyoga olaman siz 2 yil muddatga berishimiz mumkin. Foizi yillik 21% to'lab to'lash sharti bilan bo'ladi. O'sha sizga eng ma'qul keladigan, eng demak 7 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan qilib beramiz muammo.